Sibirdagi okalardan vizit tushgan hozir. Kelib monitor taqib bering. O'zimiz taqolmadik, sochib qo'yganmiz dedilar. Bo'ldi, aka taqib boramiz siz ham. Chaqirchu. Assalomu alaykum. Salatim chaysa videoga olma rozi bo'lasiz. Qayerda aka mashina? Mashinaga hozir monitor qo'yamiz. Aka elektrik chaqirgan ekanlar, ma'lum sabablarga ko'ra ketib qolibdilar. Aka kelib qo'yib bering o'zingiz bilan, hozir qilib qo'yib yuboramiz. Cho'tki qilib ishlatib berdik. Kammalavlab, sim kartalarini chiqarib, hamma narsa zavодской bo'ldi. Bemalol mana bular ham biriga o'rishdi. Antiqasidan olibdilar. Mes bo'ldi endi bu. Cho'tki qilib ustunovka qilib berdik. Hamma narsalar ishlayapti. Undan ham ishlaydi. Okay, sanoat bo'linglar. Keyin bu xizmat bilan aloqadami? Charchamanglar, sanoat bo'linglar. Ha. Okam ishdan cho'tki qilib bitirib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Okam monitor olgan ekanlar, elektrik chaqirganlar, zarur bilan ketib qolganlar bilmayman. Aka kelib o'zingiz qo'yib bering, elektrik ketib qoldi dedilar. Qo'ldan kelgan ishlarni bitirib berdik.